Uzarcha tipi degan ilon kechqurun mana ovga chiqqan. Ana shumi? Ana. Kechqurun ovga chiqibdi. O'zi juda tajovuzkor, juda ko'p tishlaydi bu ilon. Juda ham chiroyli ilon, kamdan kam uchraydi, o'shaning uchun ushlab informatsiya beryapman. Chunki qochib ketadi. Mana shu ilonni tanib olinglar. Bu suv ilon emas. O'zi juda tajovuzkor ilon, kunduzi juda tashlanadi. Kerakli ilon lekin juda ham foydali. Tabiatda shu sichqonlarni, kemiruvchilarni nazorat qiladi. Hozir bu kechasi ovga chiqqan. O'zi unaqa chiroyli, ozgina kichkinasi ekan, hali. Bu katta bo'ladi, 1,5 metr. Undan ham ba'zan 2 metrga yaqin ham bo'ladi. Xo'p, uzarchati. Juda tishlaydi odatda bu ilon. Lekin hozir bu hali yosh va biroz sovuq, kechki salqin bo'lgani uchun unaqa aktiv harakatlana olmayapti. Boraqa. Hayotingni davom ettir, ishlaringni, tirikchiligingni quvurjiga.